Assalomu alaykum. Kitob o'qishman beri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız dаңлық yazg'uchi, obzorchi Yalqın Rozining Uyg'ur yangi muarifi qachondan boshlangan nomli maqolasi. 2 bölüm. Mazkur maqola Yalqın Rozining Lay qal'aning siri nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan. Uyg'ur yangi muarifi qachondan boshlangan? 2 bölüm. Biz Uyg'ur yangi muarif harakatining boshlangan vaqtini to'g'ri xotirlamasak, barliqqa kelishga turtki bo'lgan muhim sababni aniq sharhlamasak, tarix tadqiqotida aniq faktni va logikaga uyg'un ilmiy yakunlarla hurmat qiladigan ilmiy ruhga ega tadqiqotchilarning shubhali qarashlariga va ochiq tanqidlariga duch kelishdan saqlanolmaymiz. Bizning Uyg'ur yangi muarifining qachon va qandoq boshlanganligiga oid yozmalarimizda tarixiy faktlar obyektiv tahlil qilinib, uningdan amaliyotga uyg'un ilmiy yakun chiqarilmag'achqa boshqalarning e'tibori bilan qarshiga erisholmay kelyapti. Bu ahvolni mushu sohadagi materiallarni astoydil pozitsiyada o'qib, o'rganayotgan tadqiqotchilar xijillik ichida ko'rib turmoqda. Misol uchun olsak, Yaponiyalik Oishi Shinichiro Uyg'urlar orasidagi yaqinqi zamon jadidlik harakatining gullanishi va o'ngishsizliklari nomli maqolasida Jungodagi tadqiqotlarga qaraganda Akuf Musaboyevlar 1885-yili ustun otishda eng dastlabda yangicha maktabni ochgan deb aytilgan. Biroq bu g'asbirali o'lga maktabni ochganning yondirqi yili bo'lib, buni muqimlashtirish uchun tekshirishga to'g'ri keladi. Materiallarda aniq qayd qilinmag'achqa ishonmay amal yo'q deb yozgan. Shubhasizki, Oishi Shinichiro Vali Shahning tarjimon gazetidagi xabarni ko'rish fursatiga erisholmagan. Biz Tataristonlik Mirqosim Gosmanov apandining Abdulla Talibning Uyg'ur muarif tarixidan o'chiriklar nomli kitobidagi savallik to'g'riliq yozgan Xinjiangdagi Uyg'ur muarifi va Ismoil G'osbirali degan maqolasidagi ochiq tanqidni ko'rib boqaylik. Akuf Musaboyevlar haqiqatan Uyg'ur xalqiga ko'p foydali ishlarni qilgan fedokor, jonkuyar zotlar ekanligida shak yo'q. Abdulla Talib kitobining yangilik, ya'ni jadidlik davriga beg'ishlangan xeyli cho'ng bo'ligida gumonliq, hatto xato faktlarmi o'rin olgan. Masalan, tarixdagi usuliy savtiya ham usuliy jadidcha yangi o'qitish degan tushunchalarning Ismoil G'osbirali tarafidan taqdim etilganligi va amalga oshirilganligi xalq olamga ma'lum fakt. Shuning bilan muarif masalasidagi bu yangilikning oldi bilan Qrimda barliq kelganligi, keyin Idil bo'ylarda Kavkazda tarqalganligi, uningdan keyin O'rta Osiyo o'lkalariga tarqalganligi va uningdan keyin Xinjiangga berib yetganligi ko'pchilikka ma'lum. Lekin Abdulla Talib bo'lsa, muarifdagi jadidlik ta'limotining va jadidcha o'qitish usulining boshlanishini, Uyg'urlarda jadidcha maktablarning ochilganligini bayon qilganda, Ismoil G'osbiralining ismini biror qitim tilga elib qo'ymaydi. Go'yo undaq kishi tarixda hech qachon bo'lmagandek. Mirqosim Gosmanov bu maqolasini avval, ya'ni 2001-yili 27-oktyabrda Anqarada Ismoil G'osbirali tug'ilganligining 150 yilligiga beg'ishlangan xalqaroliq yig'inda o'qigan. Keyin, ya'ni 2006-yili Ismoil G'osbirali degan tarixiy dokumental to'plamga kirgizib, Tataristonning markaziy Qozon shahrida nashr qildirgan. Demak, chet eldagi tadqiqotchilar mushundaq maqolalarni yozib, bizning faksiz ham logiksiz bayonlarimizni ayblasa, biz beg'arazlik qilib, xatoliklarimizni takrorlayversak, normal inson hisoblanmaymiz albatta. Undaqda ana diyorimizda yangi muarif harakatining qachon va qandoq boshlanganligi haqidagi tunji xatolik kimning asarida o'tirib qo'yilgan?
Tadqiqot sohasida kimlar bu xatolikni tekshirib, tadqiq qilib baxmasdan takrorlayvergan. Mening bu maqolam Uyg'ur yangi ma'arif harakatining qachon, qandoq boshlanganligi masalasidagi tadqiqot bo'lg'achqa, bu masalani ko'rsatib qo'ymasam, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan bo'lib qolaman. Shunga ixcham shaklda tipiklarini ko'rsatib o'tishni muvofiq ko'raman. Tekshirishimcha, savallik tunji qitim Qashqar pedagogika institutining tarix o'qituvchisi Ibrohim Niyoz apandining Qashqar pedagogika instituti ilmiy jurnalining 1983-yillik 2-sonida e'lon qilingan Eksax kentida yaqinqi zamon fanniy ma'arifi degan maqolasida ko'rilishga boshlagan. Bu maqola 1984-yili Xinjiang xalq nashriyoti nashr qilgan Xinjiang tarix materiallari demo e'lon qilingan. Ikki maqolaning oz ko'pligida farq bo'lsa-mu, negizlik xatolik o'xshash edi. Maqolada mundaq deyilgan: Savdo tijoratning yanama gullanishi bilan ilm ma'arifga bo'lgan talab va ehtiyoj ishib bordi. Natijada Eksaxliq taraqqiyparvar savdogar milliy burjuaziya Bahovuddin Musaboyev Qashqar xonliq madrasada bu xil fanniy o'qitishni yo'lga qo'ydi. Bu xil maktab bir qancha yil davomlashgan bo'lsa-mu, hukmron doiralar bilan yerlik mutaassib kuchlarning qarshiligiga va buzg'unchiligiga uchradi. Shuning bilan Bahovuddin Musaboyev bu maktabni o'z yurti Eksax kentiga 1872-yillari yo'tkab ketib, shu joyda boshqardi. 1883-yilga kelganda Husayn Musaboyev yurt xalqi bilan kengishib, shu vaqtdagi ilg'or kuchlarning qo'llashi orqasida yaqinqi zamon fanniy maktabini qurib chiqdi. Bu maktab ilgaridan davomlashib kelayotgan fan bilan din birga o'qiladigan maktabdan tubdan farqlanib, Yevropa o'rta sharqcha yangi maktab bo'lib qoldi. Bu butkul Xinjiangdan elib aytganda shu chog'dagi tunji maktab bo'lib, o'lkamiz Xinjiangga ilm-fan bahorining yetib kelishga boshlaganligidan derak bergan edi. 1907-yili Bahovuddin Musaboyevning taklifiga asosan Ahmad Kamal qatorliqlar Eksaxda 40 o'quvchilik Darul Muallimin sinfi ochdi. Bu sinf o'quvchilari 2 atush, Qashqar qatorliq viloyat noyilardan qabul qilinib dars boshlandi. Maktabning muddati 3 yil qilib bekitildi. O'qish bitkizganlar har qaysi joylardagi xalq boshqarishidagi maktablarga taqsim qilingan edi. Demak, 1883-yili qurilgan Eksax boshlang'ich maktab Xinjiang doirasidan elib aytganda tunji boshlang'ich maktab bo'lganidek, 1907-yili qurilgan Darul Muallimin maktabi Xinjiangda tunji o'rta darajalik texnikum edi. Ibrohim Niyoz apandining yuqorqi yozganlarini poket va ilmiylik yiqidan tamoman inkor qilmay amalimiz yo'q. Bu maqoladagi yana bir qator tafsiliy o'ydirmalarni misol keltirish behojat. Ibrohim Niyoz apandining maqolasi bilan o'xshash vaqtda Shavkat Abdurahimning Qashqarda fanniy maktablarning shakllanishi va taraqqiyoti to'g'risida degan maqolasi e'lon qilingan edi. Bu maqola dastlab Qashqar Ma'arifi jurnalining 1983-yillik 2-sonida e'lon qilinib, orqadan Ibrohim Niyoz apandining yuqorqi maqolasi bilan birga Xinjiang tarix materiallari 13-sonda e'lon qilingan. Bu maqolada mundaq yozilgan: Qashqar shahri o'z tarixida Yusuf Xasojib, Mahmud Qashqari, Abdurahim Nizori, G'ayribi, Herqiti qatorliq mashhur olim, yozuvchi, shoir va boshqa mutafakkirlarni yetishtirgan qadimiy ma'rifat o'chqi bo'lsa-mu, har xil tarixiy sabablar tufaylidan toki 20-asrning boshlarigacha birarmi fanniy maktab bo'lmagan edi. 1913-yili Turkiyadan Ahmad Kamal, Emrullah Bek, Sami Bek, Nasrullah Bek qatorliq 5 kishi Qashqarga kelib, shu yili Canan ko'chasidagi Yusufxonning hovlisida 26 nafar o'qish yeshidagi boy bolalaridan tarkib topgan bir sinfliq fanniy boshlang'ich maktab ichib,
o'qitishni yarim yil davomlashtirdi. Bu vaqtda maktab xarajati bolalardan yig'ib elanadi. Bu 5 nafar apandi Canan ko'chasidagi maktabda o'qitish elib borgandan tashqari, keyin ustuna tushning eksoq yesida 2 sinfliq maktab ochib, navbat bilan maktablar ara o'qitish ishlarini elib berib, bir turkum yoshlarni tarbiyalaydi. Ko'rinib turibdiki, o'xshash vaqtda, o'xshash o'rinda, o'xshash matbuotda ham asosi yo'q, ham bir-biriga zid keladigan ziddiyatlik bayonni o'ttirg'a chiqqan. Ilm sohasidagilar matbuotlashtirgan bu xatolik 1985-yili A3da besib tartilgan Mash'al jurnalida yerlik qizg'anlikning kuchi bilan yanamı ilgirlagan holda beyitilgan ham muqimlashtirilgan. Abdulla Talib әпәндімі 1986-yili Şinjan Xalq Nashriyati nashr qilgan Uyg'ur muarif tarixidan o'chiriklar nomli kitobida Mash'al jurnalidagi bayonlar asosida bir qator xatoliklarni yezib, Uyg'ur yangi muarif tarixiga munosabatlik xato qarash, asossiz pokit, to'qilma tafsilotlarni texmi mustahkamlab etgan. Sherif Xushtar әпәндімі 1990-yili nashr qilingan Şinjan tarix materiallari 28-sonda e'lon qilgan Uyg'ur yangi muarifi va tarbiyasini tarqatquchi Aka-uka Musaboyevlar nomli maqolasida ayni vaqtda Qashqar xonlik madrasasida fanniy maktablarning o'qitilishiga mutaassib kuchlar to'sqinlik qiladi. Bu chaqda Bahovuddin Bay aksi Hüseyin Bay bilan maslahatlashib, fanniy maktabni o'z yurti Eksaqqa yo'tkaydi. Bu 1872-yili bo'lib, Uyg'ur yangi zamon muarif tarixida o'z davriga loyiq tunji zamonaviy bino qilingan 1885-yilgi Eksaq fanniy maktabining asosi bo'ladi deb ko'ni gapni takrorlagan. Sherif Xushtar әпәнди yuqorqi maqolasi e'lon qilinib, oradan 10 yil o'tganda Şinjan Xalq Nashriyati nashr qilgan Urumchi tarix materiallari 11-sonda e'lon qilingan Urumchi sodasi to'g'risida bayonlar degan maqolasida ilgirki yolg'on yavdaq bayonlarga texmi yangi mazmun qo'shib mundaq yozgan. 1870-yili Bahovuddin Bay chet eldan qaytib kelib, Ilidagi Beytullah, Qashqardagi xonliq madrasalarda fanniy dars o'qitishni yo'lga qo'ygan. Şinjandagi bu tunji muarif islohoti yaxshi natija berganlikdan 1883-yili o'z yurti Atush Eksaqda 8 sinfliq fanniy maktab ochgan. Ularning bu xil fanga yurish qilishi Şinjan savdo sanoat taraqqiyotining rivojlanishi uchun edi. Şuna uzoq o'tmay ular Ili Tarim vodisida milliy savdo sanoatining munorlarini tiklagan. Shuning bilan qolmay ular chet elga 3 navbat o'quvchi chiqarib, chet elning zamonaviy fan texnika madaniyatini o'rgangan. Aka-uka Musaboyevlarning bu faoliyati Jungo hukumatining 1898-yilidagi G'arbdan o'rganish, sanoat bilan vatanni qutqizish, muarif bilan vatanni qutqizish degan tashabbusidan 20 yil boldir edi. Demak, amaliyotga uyg'un bo'lmagan yolg'onlarga u bu birini qo'shib beyitib, oxiri Abdushukur Muhammad Emin Yipak yo'lidagi bir cho'ng illat nomli maqolasida tanqidlagan xomushlarcha lab urush darajasiga berib yetgan. Hech kim Bahovuddin Bay 1870-yillardagi jaholat tutaklari ichida Qashqardagi xonliq madrasasi, G'uljidagi Beytullah madrasasidagi o'rinlarga G'arbning fan madaniyat bilimlarini dars qilib kirgizilishi mumkinmi? Ayni vaqtdagi Şinjanning ijtimoiy sharoiti qandoq edi? Şinjanda madrasalarga kirib o'qituvchi bo'lib, G'arbning fan madaniyat bilimlarini o'rgatgudak ixtisosli kishi bormidi deb o'ylab baxmagan. Aqallisi 1851-yili tug'ilgan Bahovuddin Bayning 19 yoshida, ya'ni 1870-yilida
Qashqar, G'uljidagi shu qadar donliq madrasalarga xristian dunyosida barliqqa kelgan fan madaniyat bilimlarini dars qilib kirgizishga qurbi yetamdi. Shunchalik nopuz 20 yoshga kirmagan bolada hozirlanishi mumkinmi? deganlarni xiyoliga keltirib baxmagan. Abduqodir Damollamdek nopuzluq o'limaning 1910-yillardan keyinmi jadidlikni tashabbus qilganligi uchun Qashqarda mutaassib qadimiychilarga tan kelolmay murassa qilishga majbur bo'lganligini unutib qolgan. Növbeti kelganda shuni naql keltirib o'tish kerakki, Abduqodir Damollam 1912-yili Qashqar shahrida jadidcha maktab ochganligi uchun bu maktabi darhol taqib etilgan. Buni fuqqan Nushrivan Yaushev Shura jurnalining 1916-yili 4-oyning 15-kundagi soniga yozgan maqolasida Abduqodir Damollamning maktab ochganligi uchun angsiz mollalar tarafidan haqoratga uchraganligini, shunga maktabni taqab Buxoro usulida ko'nicha dars o'tishga majbur bo'lganligini, shuningdan keyinla izzat hurmatining joyiga tushganligini bayon qilgan. U maqolasining oxirida Damulla Abduqodir apandining maktabini tirildirib, yangidan o'qituvchilik qilishga boshlashini umid qilaman, men shuni kutaman deb yozgan. 1910-yillardagi ahvol mushundaq turuqliq, 1870-yillarda undaq bo'lgan, mundaq bo'lgan deb yezish odamni haqiqatan afsuslantirdi. Bundaq yolg'on o'ydirmalarga meni o'z ichiga olgan xeyli izlanguchilar va tadqiqotchilar xeyli bir mezgilgacha qarg'ularcha ishinib keldi. Professor G'ayratjon Osman Uturmu manbasi ishonchlikmi emasmi, tarixiy amaliyotga uyg'unmi emasmi deb tekshirib, tadqiq qilib baxmayla 1983-yildan boshlanib yillar o'tgan sari samirib bema'nilashib ketgan yolg'on yavdaq bayonlarni 2008-yilning oxirida yozgan 10-asrdan keyingi Uyg'ur madrasa muorifi haqida qisqacha bayon nomli maqolasida yana mubayitib va mutlaqlashtirib mundaq o'tirg'a qo'ygan. Ili rayonining yangicha fanniy muorifimi 19-asrning oxirida boshlangan. Atuşluq Hüseyin Musabayev va Bahovuddin Musabayevlar 1870-yillarda Baytulloh jamoasida yangicha fanniy darslarni o'qitishni tashabbus qilib, uning amaliyoti ko'rilgan. Bahovuddin Musabayev Yarkentdagi Tatar fanniy maktabini bitkazgan bo'lib, iliga kelgandan keyin 1870-yili nopuzluq o'lima Nosir Alam Oxunning qo'llashi orqasida Baytulloh masjidi yenidagi diniy maktablarda hisob, ona til, adabiyot, tarix, jug'rofiya, tantarbiya, rasm, she'r qatorliq darslarning qo'shimcha o'tilishiga turtki bo'lgan. 1889-yili Ilida ommabop fanniy maktab qurib, uni Husayniya maktabi deb atagan. G'ayratjon Osman Utqur Bahovuddin Musabayev Yarkentdagi Tatar fanniy maktabini bitkazgan bo'lib, Iliga kelgandan keyin 1870-yili degan bayonlarni yozishda ayni vaqtda Yarkentda Tatar fanniy boshlang'ich maktabning bor yo'qligini dalillab baxmagan. Ma'lumki 1884-yili Ismoil G'asprali jadidcha maktab etishdan burun O'rta Osiyo shaharlarida emas, Qozon va Qrimdek Tatar yurtlaridami fanniy boshlang'ich maktab yo'q edi. Qozog'istonlik Uyg'ur olimi Murod Hamroyevning yozishicha 1895-yili antropolog Paysil Yarkent shahridagi 300 Uyg'urni tekshirib chiqqan va ichida birmi savodliq odamni uchratmagan. Mushundaq bir o'rinda 1870-yillardan ilgari fanniy boshlang'ich maktab bo'lgan deb qarash qandaqmi amiriyatga uyg'un bo'lsin. G'ayratjon Osman Utqurning
Bahovuddin Musaboyev 1889 yilida ommabop fanniy maktab qurib, uni Husayniya maktabi deb atagan degan bayoniga kelsak, buning o'xshashla fakt asosi yo'q yoki vaqt jihatdan xato deyilgan bayon deb qaraymiz. Yaponiyalik Oishi Shinichiro G'uljida jadidcha maktabning qachon barliqqa kelganligi to'g'riliq mundaq yozadi. 1909 yili 6 ayning 23 kunidagi vaqt gazetiga besilgan G'uljidan berilgan xabarda Musaboyev jamiyati o'qitayotgan 27 nafar yetim boladan imtihon oldi. Bulturqidakla muallim Sara xonim ularni yaxshi tarbiyalab, har xil hunarlar, hisob, jug'rofiya o'rgatildi deyilgan. Buningdan qaraganda kechikkandimi 1907-1908 yillar oralig'ida G'uljida Musaboyevlar ilkidagi maktab mavjud edi. Ko'rinib turibdiki, Oishi Shinichiro hujjatlik dalil orqali ondan yakun chiqargan. Ammo bizning tasavvurga boy tadqiqotchilarimiz hujjatlik dalil poksizla degisi kelganini da'vargan. Saqlang'ili bo'lmaydigan yeri shuki, ilm ahlilari orasida umumlashgan ham xalq tarafidan qabul qilinib bo'lgan yolg'on yavidoq bayon tafsilotlar tabiiy holda boshqa millat tadqiqotchilarini yuqumlantirdi. Biz bu hodisani dangliq tarixchi Liu Zishao apandining Xanzuchisi 1996 yili, Uyg'urchisi 2003 yili nashr qilingan Uyg'ur tarixi 2 qism kitobida uchirtimiz. Liu Zishao apandi mundaq yozgan. 1905 yili Bahovuddin Boy Turkiyadan Ahmad Kamal boshchiligidagi 7 o'qituvchini Atushqa o'qituvchi tarbiyalab berishga taklif qilib keldi. Bir mezgillik tayyorlikdan keyin 1907 yili Uyg'ur muarif tarixidagi maxsus o'qituvchi tarbiyalaydigan tunji pedagogika maktabi Habibizoda Darul Muallimin qurildi. Ahmad Kamal bu maktabning mudiri bo'ldi. 1909 yili bu maktabning dog'dug'liq o'qish bitkizish murosimi o'tkazildi. Uyg'ur yangi muarif harakati tarixidagi aniqlab etish intayin zarur bo'lgan yana bir masala Habibizoda Darul Muallimin masalasidir. Bu umumlashgan yolg'onlarning biri. Undaqda Ahmad Kamal kim? U Qashqarga qachon, qandoq kelgan? Husayniya maktabi deb atalgan Eksoq maktabi qandoqsiga Habibizoda Darul Muallimin deb atalib qolgan? Maktab dog'dug'liq o'qish bitkizish murosimi o'tkazganmi yo'q? Deganga o'xshash masalalarga javob berishga to'g'ri keladi. Buningga munosabatlik eng ishonchli material 1914 yili 3-oyda Qashqarga kelib o'qituvchilik qilgan Istanbullik Ahmad Kamalning o'z kechirmishlari yozilgan kitobi bilan 1914 yilidan 1920 yilgacha Selim Samibay, Emrullah Bey, Hüseyin Bey, İbrahim Bey qatorliq savoqdoshlari bilan billa Hindiston, O'rta Osiyo va Jungoni aylangan Odil Hikmat Beyning Osiyoda 5 turk nomli kitobidir. Ahmad Kamal o'z kitobida Darul Mualliminni Qashqarda etishga faqat imkoniyat qilolmaganligi uchun oxir Bahovuddin Boy bilan maslahatlashib Eksoqda etish niyatiga kelganligini. Shundoq qilib 1914 yili 19 aprel kuni Bahovuddin Boy el yurtqa katta dasturxon rastlab maktab qurishga yurt kattalaridan ijozat olganligini. Qashqarning bosh qozisi Hoji Islom Damollam, Qashqarning iqtidorli olimlaridan Baysoqliq Mahmud Damollam, Mashhadlik fazilat egisi Abduqodir Damollam apandilarmi maktabning qurilishiga taklif qilinganligini. Eksoqdagi Mahbuddin Ajami deyiladigan shuhratlik bir zot dafn qilingan gumbazning kangri maydoniga taklif qilingan xalq yig'ilib, bu gumbazning atrofiga maktab uchun seling'usi uylarni ko'z oldiga keltirishganligini.
Bahavuddin Bayning ta'sirlik nutqidan hayajonlangan xalqning qurulg'usi maktabni moddiy va ma'naviy jihatdan qizg'in qo'llashga ifoda bildirishganligini yozgan. Shu kunning ertasi Bahavuddin Bay maktab qurishga jiddiy ish boshlagan. Adil Hikmat Bay qatarlıqlar 1914-yili noyabrning oxiri Qashqarga kelib, Do'rg'a bagining sarayiga tushib aram elayotganda ahvol so'rg'ili kelgan Ismoil Apandi degan Turkiyalik bir o'qimishliq jahonkazdek kishidan Qashqardagi yangiliklar haqidagi ko'p ma'lumotlarni anglagan. Adil Hikmat Bay kitobida biz bu zotdan o'qitdikki, Qashqar shahriga 3 soat keladigan Musafadagi Ustunatush mahallasida Bahavuddin Bay ismli bir kishi go'zal bir maktab soldiribdi. Maktabda Istanbuldan kelgan bir mudir va asli mushu yerlik bo'lib, Istanbulda o'qigan muallimlar ishlab etibdi. Biz bu xabarni anglab biroz hayron bo'ldik. Istanbulda o'qigan Shinjonlik muallimlarni bilatdik. Biz mamlakatimizdan ayrilish vaqtida ular texi Istanbulda edi. Ular Rossiya orqali kelgan bo'lg'ashqa bizdan avval yetib kelganligini faraz qildik. Qashqarda uyg'ongan kishilar xeyli bor edi. Bahavuddin Bay shulardan biri edi. Bu zot Istanbulga ko'p qatim borgan edi. U yerda birlik va taraqqiyot boshliqlarini ziyorat qilgan edi. Istanbulni ziyorat qilgan mezgilda qurgan maktabiga bir mudir avatishni talab qilgan ekan. Adil Hikmat Bay kitobida Ustunatuşdagi bu maktabni ko'rish uchun atayin Eksaqqa chiqqanligini, maktabni ko'rib qattiq zo'qlanganligini aytib, mundaq yozdi. Bir necha kun o'tib maktabni ziyorat qildik. Restoranda go'zal bir binoni ko'rdik. Atrofi yog'och bilan reshatkalangan. Darsxonalari ozoda, yotoqlari pokiz ham havoliq, kichik bir masjidmi bor edi. Adil Hikmat Baylarning nima uchun shuncha hayron qolganligini tushunishga bo'ladi. Chunki Shinjongning Qashqar, Otush, G'ulja, Cho'chak, Kucha qatorliq joylarida jadidcha maktablarning ochilganiga shu chaqda 10 yillardan oshgan bo'lsa-mu, bu atalmış maktablarning sharoiti tayinliqli edi. Buni shu yillarda diyorimizni aylangan Nushrivan Yaushev apandi aniq qilib undaq yozgan. Maktablarning tilga olg'uchiligi yo'q. Qayerda tashlandiq uy bo'lsa, maktab shu. Qayerda biror so'pi, darvish bo'lsa, shu o'qituvchi. Balalar to'rt atrofidan shamol o'tib turadigan uylarda loy to'pining ustida o'ltirib o'qiydi. Boyvachchilar o'qiydigan sal yaxshiroq maktablarning tegiga paxal selingan bo'lib, balalar tuxum bostirayotgan to'xudek paxal ustida o'ltirib, nimalarnidir o'qishadi. Nushrivan Yaushev Sultan Stoq Bo'raxon mazarini ziyorat qilish uchun Qashqardan Ustunatushga chiqqanda ko'rgan ahvollari to'g'riliq Shuraga yozgan maqolasidimi dal mushundaq ahvolni yozgan. U Otush xalqining ko'pinchisi sirtda tirikchilik qiladi. Bularning orasida xeyli cho'ng boylar bo'lsa-mu, lekin ularmi o'z foydasi uchun yashaydi. Ma'arif va yaxshi ishlarga bir tiyinmi bermaydi. Hatto o'z bolalarini tarbiyalamaydi. Kelgusi bilan qilch kori yo'q. Tiriklarga qaraganda o'liklarga bakarak ahamiyat beradi. Maktab silish o'rniga pishqishdan cho'ng va hayvatlik gumbazlarni yostadi. Otushda 30 lab gumbaz bor, ammo ko'zga ko'ringidek birmi maktab yo'q, deydi. Mushundaq ahvolda Bahavuddin Musabayev soldirgan sharoiti alohida yaxshi, ko'rkam maktabni ko'rgan har qanday odam o'pirin etmay qolmaydi albatta. Eksaqdagi bu maktab mayli sharoit yiqidan, mayli o'qitish mazmuni jihatdan, mayli boshqurilishi jihatdan, mayli o'qituvchi o'quvchilar qo'shoni jihatdan bo'lsin, Uyg'ur ma'arif tarixidagi tunji muntazam maktabdir.
Bu maktabda Ahmad Kamal boshliq yangi o'qituvchilar shu chog'dagi muarif ahvolimizda eng qiyin masala bo'lib atgan o'qituvchilar qo'shuni bo'lmaslik krizisini hal qilish uchun Qashqar va Otush tavasidan muayyan bilim asosi bor 15 yoshlardagi bolalarni tanlab o'qitgan. Bu jarayonda Şinjan'da puhralarni nadonlikda qoldirib boshqarish siyosatini yurgizib kelayotgan Yang Zemin hukumati maktabni 2 qatim taqab qo'ygan. Ahmad Kamalni bir qatim qamab qo'ygan. Ammo Bahauddin Bayning ko'p tirishchanlik ko'rsatishi bilan bu maktab Uyg'ur yangi muarif harakati tarixidagi tunji o'qituvchilar qo'shonini barliqqa keltirishga muvaffaq bo'la olgan. Bu maktabda mudir bo'lgan Ahmad Kamal apandimi shuncha yosh bo'lishiga qaramay zo'r badallarni to'lab unutilg'isiz ajr singdirgan. Qo'lga ilinib Urumchi turmasida 2 yil yotgan. Uning to'liq ismi Habibizoda Ahmad Kamal bo'lg'ashqa ustini ochish xalqi u boshqarayotgan bu maktabni Habibizoda Darul Muallimin deb atashgan. Ahmad Kamal o'z kitobida bo'lsa bu maktabni İttihati Darul Muallimin deb atagan. Bahauddin Bay 1915-yili O'rinburgda bostirgan Elifbai Turki nomli Elifba kitobning muqovasida bo'lsa Qashqar Darul Muallimin deb yozilgan. Husayniya maktabi deb atash uningdan keyingi ish. Umumlashtirib aytganda ishonchlik tarixiy faktlar Uyg'ur yangi muarif harakati tarixiga munosabatlik masalalardan Ismoil G'aspraligacha maktabning diyorimizda aka-uka Musaboyevlar tarafidan 1899-yili kuzda barliqqa kelganligini, Uyg'ur yangi muarif tarixidagi tunji muntazam jadidchi maktab va Darul Mualliminning 1914-yili barliqqa kelganligini isbotlaydi. Şoňa men maqalamning oxirida aka-uka Musaboyevlarning bir qo'lida yangi muarifning mash'ilini yelinjatganligini, yana bir qo'lida milliy sanoatning bayrog'ini lapildatganligini xotirlaganda 1899-yilini ona diyorimizda yangi muarif harakatining boshlanish yili, 1909-yilini kapitalistik zamonaviy milliy sanoatning barliqqa kelgan yili sifatida xotirlashni, tadqiqotchilarning maqola asar yozganda mushu bo'yicha yozishini tavsiya qilaman. 2010-yili yanvarning boshlari yozildi. Hurmatli anglarman qarindoshlar, yuqorida dangliq yozuvchi, obzorchi Yalqin Ro'zining Uyg'ur yangi muarifi qachondan boshlangan sarlavalik maqolasini angladinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Aman bo'laylik, kelar qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.